Otang bozor, onang bozor. Bugun bir bozor o'tishib, bozorlik qilib, xudo xohlasa osh qilib beraman oydiylarga. Xursand bo'lishadi. Bozor reklamaga muhtoj emas-ku. Men tanlagani 300 million. Bilaman, yaxshi narsa tanlash qildim. Lazer o'zi bor ekan, qilich lazer olamiz. Eski hozir. To'g'ridan qilib bering. To'ralgan sabzi. Nima to'rasam? Bog' ketadi. Bog'dan unumli foydalanish kerak. Bitta to'y belgizi yuborardik. O'nni zo'r bo'ladi mana. Eng arzon 10 ming sotaman bozor. Yana bitta bering. Tapshi. Mazasiz gap yo'q. Handaleychilik ambasador bo'ldim. Mushtum handaleylik. Uni maqtaydigan joyi ham yo'q, lekin rosa shirin. Xudo bo'yapti. Xudoga shukr, yaxshi. Ashura kunida ham yaxshi bo'yapti. Assalomu alaykum. Oshga bormi go'shingiz? Bugun payshanba, Ashura kunida bizning uyimizda osh. Timur akam har doim oshni o'choqda qilasan deb menga o'choqda qildiradilar. Chiroyli bo'lib turadi-yu, demak, mana oshini ko'p turadi. Ana hech ham chiroyli yig'olmayman. Bizani er-xotinlar o'zimizdan oilaviy shirinlik chiqaradigan seximiz, do'konlarimiz bor. Mazali napolelar chiqadi. Hozir menga ham ko'tarib kelibdilar, ilinib, mazza qilayman. Rosa ham yaxshi ko'raman. Toy bo'yida yo turgan yigit. Yarim dori bilan mazza bo'ladi.